Bugungi kunda onlayn xizmatlarga bo'lgan talab ortmoqda. Sababi ular tez va qulay hisoblanadi. Notariusga bormasdan amalga oshiriladigan notarial harakatlar turlari ham ko'paydi. Shuningdek, har bir mijoz internetdagi mavjud veb-saytlar orqali o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishi, elektron navbatga yozilishi, notariuslar manzili va ish vaqtlarini bilish imkoniyatlariga egalar. Notarial sohada amalga oshirilayotgan tub islohotlar yaratilgan zamonaviy shart-sharoitlar va keng imkoniyatlar o'z navbatida tizimda faoliyat olib borayotgan notariuslar hamda fuqarolar uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, jismoniy va yuridik shaxslar notarial idoralarga bevosita tashrif buyurish bilan bir qatorda telefon orqali, yozma yoki elektron shaklda, shu jumladan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham murojaat qilish imkoniyatiga ega. Bunda murojaatlar notarius yoki uning xodimlari tomonidan notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qabul qilinib, elektron tarzda navbatma-navbat qayd etib boriladi. Bundan tashqari, hozirgi kunda notarial harakatlar uchun to'lovlarni avtomatik hisoblash, elektron to'lovlarni amalga oshirish, ularni tasdiqlovchi xabarlarni yuborish hamda idoralararo elektron axborot almashish tizimi yo'lga qo'yilgani notarial faoliyatida shaffoflikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ahamiyatlisi, hozirda notarial harakatlarni masofadan turib rasmiylashtirishda videokonferensiya aloqa xizmatidan keng foydalanilmoqda. Notarial harakatlarni videokonferensiya rejimi orqali amalga oshirish tartibi to'g'risida Adliya vazirligidan ro'yxatga nizom o'tkazildi. Mazkur nizom talablaridan kelib chiqqan holatda notariuslar endilikda jismoniy yuridik shaxslarni vakili tomonidan notarial idoraga kelib o'tirmasdan videokonferensiya rejimi orqali notarial harakatni amalga oshirishlari mumkin bo'ldi. Bunda qanday harakat amalga oshirish so'raladi va hamda ushbu amalga oshirilayotgan notarial harakat bilan bog'liq hujjatlarni, ularning turlarini, huquqiy oqibatlarini tushuntirib o'tiladi. Va bunda notarius o'sha murojaat harakatni amalga oshirish shartlari va turlari bilan tanishtirib o'tadi jismoniy shaxslarni. E-notarius portali orqali kirib tushgan arizalar yoki o'sha video konferensiya rejimida tasdiqlanish belgilangan harakatlarni bir kun ichida o'rganib chiqadi va undagi mavjud harakat va xatoliklar bo'yicha tegishli tartibda bir kun ichida xabarnoma yuboradi. Qonun buzilishi yoki harakatni amalga oshirish cheklovchi hech qanday holatlar bo'lmasa, notarius bevosita videokonferensiya rejimi orqali fuqarolar bilan notarial harakatlarni amalga oshiriladi. 2025-2027 yillarga mo'ljallangan strategiya doirasida esa onlayn harakatlar sonini oshirish, ko'chmas mulk va boshqa shartnomalarni internet orqali tasdiqlashga o'tish rejalashtirilgan. Bu esa avvalo vaqt, mablag', ortiqcha ovoragarchilikni oldini olmoqda. Tumanimizning markazida joylashgan shu notariusga otamdan qolgan meroslarni o'z nomimga hujjatlashtirish uchun keluvdim. Hammasi yaxshi elektronni onlayn tarzda ekan. Kelganimga yarim soat bo'lmadi. Otamdan o'tgan meroslarni hech qanaqa muammosi, hattoki aka-ukalar bilan ham onlayn tarzda suhbatlashib, ishlarimni bitkazib berishdi. Ishchi xodimlari ham kelgan mijozga, kelgan insonlar bilan xush muomala, suhbatlar bilan chiroyli tushuntirib, huquqiy tushunchalarni berishdi. Ming rahmat. Mana yarim soat bo'lmasdan ishim bitdi. Qayd etilishicha, hozirda er va xotinlarning umumiy mol-mulkini, shu jumladan ko'chmas mulk, avtotransport vositalarini tasarruf etish, hujjatlarni bir turdan boshqa turga to'g'ri tarjima qilinganligini shahodatlash kabi xizmatlarni videokonferensiya aloqa orqali rasmiylashtirilmoqda. Ahamiyatlisi, notarius.uz axborot portali orqali notarial harakatlarni dunyoning istalgan joyidan turib rasmiylashtirsa bo'ladi. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan ishchi xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida muntazam ravishda sport tadbirlari tashkil etib kelinadi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Barkamol avlod sport majmuasiga jamil-jam bo'lgan Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filialining havaskor sportchilari navbatdagi sport musobaqasida ham faol ishtirok etdilar. Unda korxona tasarrufidagi tuman va shahar gaz ta'minoti bo'limlari ishchi xodimlari bir qator ommaviy sport turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali rahbariyati tomonidan aralash sport turlari bo'yicha
musobaqaga o'tkazib, musobaqada qatnashdik. Qosh ko'tarish bo'yicha faxrli o'rinni oldim. Filial rahbariyati va kasaba uyushmasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu kabi sport tadbirlari korxona boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan tez-tez o'tkazib kelinadi. Ko'tarinki ruhda kechgan bahslar yakunida hakamlar hay'ati tomonidan g'oliblar aniqlandi. Unga ko'ra Namangan tuman gaz, Yangi Namangan tuman gaz, Pop tuman gaz ta'minoti bo'limlari jamoalari faxrli o'rinlarga sazovor bo'ldilar. G'oliblar munosib taqdirlandi. Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filial rahbariyati hamda boshlang'ich kasaba uyushmasi tomonidan xodimlarni bo'sh vaqtini maroqli o'tkazish maqsadida Barkamol avlod sport sharoitida sport ommaviy turlari bo'yicha sport musobaqasi tashkil etdik. 3 ta sport turi bo'yicha bunda o'sha har bir tumandan ishchi xodimlar qatnashib, g'oliblarni boshlang'ich kasaba uyushmasi tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alar bilan taqdirladik. Korxonada boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi tomonidan ishchi xodimlar o'rtasida sportni ommalashtirishga katta e'tibor qaratilishi gaz ta'minoti tizimida ish unumdorligini oshirish bilan birga mehnat jamoalari orasida o'zaro hamjihatlik, ahillikni ta'minlashga xizmat qiladi.